Toshkentda 2025-yil 5-9 aprel kunlari bo'lib o'tgan Parlamentlararo ittifoqning 150-yubiley assambleyasi parlament diplomatiyasida yangi standartlarni belgilagan voqea sifatida tarixga kirdi. Ya'ni Jenevada e'lon qilingan ittifoqning 2025-yil yakunlari bo'yicha yillik hisobotida Toshkent assambleyasi tashkilotining eng muvaffaqiyatli va ilg'or tajribalaridan biri sifatida alohida qayd etildi. Bu esa O'zbekistonning xalqaro hamkorlik borasidagi sa'y-harakatlarini faqat mintaqada, balki global parlament hamjamiyati tomonidan ham yuqori baholayotganini anglatadi. 2025-yil davomida Parlamentlararo ittifoq dunyo bo'ylab 80 ta xalqaro tadbir, jumladan 2 ta yirik assambleya, parlamentlar imkoniyatlarini mustahkamlashga qaratilgan 40 ta milliy ma'ruzani amalga oshirdi. Parlament a'zolarining huquqlari buzilishiga oid 1027 ta murojaat ko'rib chiqildi. Tashkilot faoliyati jahon ommaviy axborot vositalarida 30 mingga yaqin yoritildi. Shunday keng qamrovli faoliyat tahlil qilingan yillik hisobotda aynan Toshkent assambleyasiga alohida bob ajratilgani uning nufuzi va ahamiyatini yanada yaqqol namoyon etadi. Hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbekiston Markaziy Osiyo tarixida birinchi marta Parlamentlararo ittifoq assambleyasiga mezbonlik qildi va bu vazifani yuksak tashkiliy darajada bajardi. Forum yuzlab parlament vakillari uchun samarali muloqot, global muammolar yuzasidan ochiq munozara va amaliy qarorlar qabul qilish maydoniga aylandi. Assambleya yana bir muhim natija bilan ham tarixga kirdi. Unda parlament ayol a'zolari ulushi 37% dan oshdi. Parlamentlararo ittifoq ma'lumotlariga ko'ra, bu 2022-yildan buyon erishilgan eng yuqori ko'rsatkich bo'lib, gender tengligi sohasidagi ijobiy o'zgarishlarni aks ettirdi. Toshkentda qabul qilingan Toshkent deklaratsiyasi ham xalqaro darajada muhim siyosiy hujjat sifatida baholandi. Unda parlamentlar kambag'allikni qisqartirish, ijtimoiy adolatni ta'minlaydigan demokratik iqtisodiyotni rivojlantirish hamda sun'iy intellekt kabi yangi texnologiyalarni samarali huquqiy tartibga solishga chaqirildi. Assambleya doirasida taqdim etilgan parlamentlarda gender tengligiga erishish yo'lidagi 10 ta amaliy harakat global tashabbusi ham yilning muhim yangiliklaridan biri sifatida qayd etildi. Parlamentlararo ittifoqning 150-assambleyasi O'zbekistonda yuksak saviyada tashkil etildi va bu tarixiy anjuman ishtirokchilarida katta taassurot qoldirdi. Ayniqsa O'zbekiston prezidentining chiqishi assambleya muhokamalarining muhim siyosiy yo'nalishlarini belgilab berdi. Nutqda ijtimoiy adolat, inklyuziv taraqqiyot, parlament institutlarini mustahkamlash, tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash masalalariga alohida urg'u berildi. Ta'kidlanganidek, barqaror taraqqiyotning mustahkam poydevori bu tinchlik, adolat va inson manfaatlarini ta'minlashdir. Qabul qilingan Toshkent deklaratsiyasi ham aynan shu g'oyalarni o'zida mujassam etadi. Unda barqaror rivojlanish maqsadlari, ijtimoiy taraqqiyot, gender tengligi va yoshlarni davlat boshqaruvidagi ishtirokini kengaytirish kabi ustuvor vazifalar aks etgan. O'zbekistonning xotin-qizlar va yoshlarni siyosiy jarayonlarga keng jalb etish borasidagi tajribasi xalqaro hamjamiyat tomonidan yuqori baholandi. Toshkent deklaratsiyasi nafaqat 150-assambleyaning muhim hujjati, balki zamonaviy parlament diplomatiyasi va inklyuziv taraqqiyotning yangi siyosiy yo'nalishlarini belgilab beruvchi tarixiy qaror sifatida e'tirof etildi. Biz O'zbekistonning ochiqlik, muloqot va hamkorlikka asoslangan siyosatini yuksak qadrlaymiz hamda ushbu tarixiy anjuman mamlakatning xalqaro maydondagi nufuzini yanada mustahkamlaganiga ishonamiz. Biroq Jeneva hisobotida eng e'tiborli jihatlardan biri faqat assambleyaning yuqori saviyada o'tgani emas, balki O'zbekiston uning natijalarini amaliyotga tatbiq etish bo'yicha ham namuna ko'rsatgani bo'ldi. O'zbekistonda so'nggi yillarda olib borayotgan islohotlar, bu aynan inson huquqlarini ajralmas komponenti xotin-qizlar va yoshlar huquqlari bo'yicha olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar. Har bir qilinayotgan ishni tagida inson qadri, inson manfaatlari turishi. Shu bilan birgalikda so'nggi yillarda bizning mamlakatimizda kambag'allikka qarshi kurash, qashshoqlikni tugatish bo'yicha amalga oshirilayotgan ilg'or tajribalar. Shu bilan birgalikda ijtimoiy yo'nalishda olib borayotgan ishlarimiz alohida e'tirof etildi. Agar e'tibor bersak, parlamentlararo ittifoqni 136 yillik tarixida birinchi marotaba bunday yana yubiley assambleya Markaziy Osiyo mamlakatlarida bo'lib o'tdi. Xususan, inson huquqlariga bag'ishlangan maxsus seminarlar tashkil etilgani, shuningdek Oliy Majlis Senati Parlamentlararo ittifoq qarorlari va tavsiyalarini mamlakat milliy rivojlanish maqsadlari bilan uyg'unlashtirishga xizmat qiluvchi yo'l xaritasini qabul qilgani ilg'or tajriba sifatida e'tirof etildi. Eng muhimi, Parlamentlararo ittifoq ekspertlari Oliy Majlis Senatining assambleyasida qabul qilingan tashabbus va qarorlarni milliy darajada izchil, tizimli va institutsional tarzda amalga oshirish mexanizmini boshqa mamlakatlar parlamentlari uchun namuna sifatida baholadi. Bu O'zbekiston xalqaro majburiyatlarini amaliy natijalarga aylantirish, parlamentlararo hamkorlikning mazmunan yangi bosqichga olib chiqish va global tashabbuslarning milliy islohotlar bilan bog'lash borasida izchil siyosat yuritayotganini tasdiqlaydi. Bugungi murakkab geosiyosiy sharoitda parlament diplomatiyasi davlatlar o'rtasidagi ishonchni mustahkamlash,
umumiy muammolarga birgalikda yechim topish va barqaror taraqqiyotni ta'minlashning muhim vositalaridan biriga aylanmoqda. Bu kabi e'tirof bir jihatni yaqqol ko'rsatadi. Toshkent assambleyasi muvaffaqiyati faqat uning yuqori darajada tashkil etilganda emas, balki qabul qilingan qarorlarning amaliy ijrosini ta'minlashda ham namoyon bo'ldi. Ana shu yondashuv O'zbekiston parlament diplomatiyasining yangi qiyofasini shakllantirib, mamlakatni global parlament hamjamiyatida ishonchli hamkor va ilg'or tajriba egasi sifatida namoyon etmoqda.